Hammaga assalomu alaykum. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Bugungi video shu taksi chaqiradigan klientlarga bag'ishlansin, nima deysizlar? Именно O'zbekistonlik klientlariga, Toshkentlik klientlariga. Qisqasi taksi chaqirishyapti. Comfort plus business. Bu yerda o'ris chaqirgan ekan. Chorsiga, Chorsini bilsanglar 3 ta 4 ta kiradigan joyi bor. Tochga kiradigan joy o'zi boshqa joyda turibdi. O'zi boshqa joydan chiqib keldi. Men u joyga borishim uchun yana bir 4-5 kilometr aylanib, razvorot qilib, bir balola qilib kelishim kerak endi. Keyin qayerdasan? Sen o'ris tushuntira olmayapti-da. Я тут, вот тут deb. Arka bor, nima, bayroq bor, bu narsalar. Keyin yonidagi shoferga berdi. Yonidagi shoferga berib, объясните, пожалуйста, где мы стоим dedi. Keyin shunaqa gumbazni oldida chiqurishda ekan. Shoh kela olasizmi? Nima aytdim? Hozir o'sha yerdan o'tib ketdim. Men Zarqaynarni oldiman, Astanovkada. Zarqaynar yonidagi, to'g'risidagi chiqurishdaman. Arkada. Sam shoh keling deydi, bo'lmasa o'sha yerdan olib ketasiz bularni. Begona umuman, o'ris ham unga begona, men ham unga begonaman-da. Shoh keling deydi, o'sha yerdan olib ketasiz. Keldim Zarqaynar yonidan razvorot qilib, yana o'sha yerdan o'tib keldim-da o'zi. Boya. Telefon qilishdan oldin. Aka dedim, shuna yo'lni ko'rsatib yuboring, to'g'riga yursa, bir 300 metr yursa, turibman. Tochkasi o'zi o'sha yerda. Sen Maqtoki bular taksi chaqirganmi deydi. Men nima kema chaqirgan dedim. Taksi chaqirgan. Bilmayman taksi chaqirgan, taksi chaqirishi ham chaqirishi bor-da. Taksi chaqirdi degani lichniy водитель o'zi Yangiobodda turib, Chorsuga chaqirib, taksi chaqirdim-ku, deydigan narsa emas. Taksi chaqiruvchi qirollar sal tushunib olaylik, taksi chaqirish o'zini qonun qoidasi bor. Qayerda turgan bo'lsangiz, o'sha turgan joyingizga iloji boricha yaqin lokatsiya tashlaysiz, tochkangizni belgilaysiz. Belgilay olmasangiz, telefon qilib chaqirasiz. Telefon qilib operatorga adres aytasiz. Adresingizga keyin taksi jo'natib yuborishadi. Odamlar g'alati lekin. Taksi chaqirdi-ku. Nima qilay endi taksi chaqirsa, men noto'g'ri chaqirib qo'ygan joyga aylanib yuravermayman-ku. O'zi eng arzon taksi Toshkentda. Yani onun vahimasini ko'ring odamlar. Endi 80% normalniy odam, 70-80% tushunadi. Taksi nima, taksi chaqirish nima, qanaqa chaqiriladi. Bitta narsa ko'rsatib qo'yingmi taksi chaqiradiganlar? Taksist sizlarni zakaz tushganda yuzinglarni ham ko'rmaydi. Hop, ko'changlarni tasavvuriga ham sig'dirmaydi, qanaqa ko'cha ekan bu. Uyinglarni darvozasini ham bilmaydi. Sizlarga yengillik bo'ladigan bo'lsa, men aytib qo'ying. Tanimaydi ham sizlarni. Shunda bitta adres chiqadi, lokatsiya, tochka chiqadi. O'sha yerga qarab boradi. Приблизительно 50 metr, 100 metr adashishi mumkin. Masalan, uyingizga chaqirgan bo'lsangiz, u qo'shnining uyini oldida turgan bo'lishi mumkin. Yoki ikkita uy narida turgan bo'lishi mumkin. To'shni sizni chaqirishingizni bilib, masalan, ko'chada turgan bo'lsangiz ham, yo qo'lingizni ko'tarmasangiz mamnun qilib,
yo telefoningizni ko'rsatib men chaqirganman demasangiz, u bilmaydi siz chaqirganingizni, taksist. Bunaqa bo'lmaylik. Yurtdoshlar, biz ham sizlarga o'xshagan odammiz. Taksi haydovchilari ham xuddi sizlarga o'xshagan odam. Hammasini aka-ukasi bor, ota-onasi bor, uyda duo qilib o'tirgan, bola chaqasi bor. Hammasi sizlarga o'xshagan. Sizlar masalan oshpaz bo'lsanglar, biz taksistmiz. Yoki menejer bo'lsanglar, biz taksistmiz. Xuddi o'sha sizda qanaqa majburiyat bo'lsa, bizda ham shunaqa majburiyat bor. Biz qul emasmiz, taksi haydovchilar. Sizlar sal tushunib oling bitta narsani. Unaqa bunchalik taksist odamni yomon ko'rishim yaxshi emas. O'zimni tanishlarim orasida ham bor ekan, o'zimni yaqinlarim orasida ham bor ekan. Taksi chaqirib beribdi adasiga, taksi kelyapti-da, bir razvorot qilib olish kerak. O'sha namestini shunda bosib yubordi-da, bundoq razvorot qilib kelyapti. O'sha taksi qilgan tochkasiga 50 metrda. Taksi chaqirgan tanishimni sinisi. Bular постоянно shunaqa qiladi. Kelmasdan oldin ajdaniyani yoqib qo'yadi. Voy baraka topkur. U seni ko'chada turganingni bilgani yo'q, uyda bo'lsang, harakatingni qil, men mana keldim, razvorot qilyapman degani. Xo'p, razvorot qilishiga ham 5 minut vaqt ketmaydi, 10 sekund yoki 20 sekund vaqt ketadi. U birinchidan, ikkinchidan o'zi platniy ajidaniya nechi pul o'zi? 500 so'm, u 500 so'm. Qurtam bermayapti, 1 minutlik ajdaniyaga. 500 so'mga bunchalik taksistani yomon ko'rishga arzimaydi. Yurtdoshlarim, biz ham o'sha sizlar bilan jumaga chiqamiz, hayit namozlariga chiqamiz. O'sha taksistlar o'sha oddiy odam sizlarga o'xshagan. Hech sizlardan kam joyi yo'q taksistlarning. Taksi chaqiruvchilar bu xuddi ana men bilmasam nimaga o'xshatsa bo'ladi. Restoranga kirib olib turib uyidaga yotib oladiganga o'xshaydi-da, mana shunaqa narsaga o'xshaydi. Yotib olib turib, "Navke" deb o'tirishga o'xshaydi-da. Unaqa qilmaysizlar-yu restoranda. O'zinglarni приличный tutasizlar-yu, intelligentniy tutasizlar-yu. Restoranga kirsanglar, magazinga kirsanglar, o'zinglarni tutib olib, normalniy yurasizlar-yu. Taksini ham, mashinasini ishxonasi. O'zinglarni normalniy tutinglar, o'zinglarni qo'lga olinglar. Pul chaqirganinglar yo'q. Tavba qildim, astag'firulloh. Xudoga shukr, hammasi emas, yaxshi ham bor, yaxshi odamlar. Tushunadigan odamlar. Taksistga keladi. Ayoq keladi, taksi chaqirdi-yu. Ish qilib bir falakka galchi bitta aylanib o'sha taksistga keladi, chaqirdim-u deydiganlar taksist bo'lib qolsami? Qaytar dunyo, lekin endi taksist bo'lib qolmagan taqdiringizda ham o'zingizni ishingizda bitta klientdan qaytadi. Siz ham baribir kimnidir obslujirovать qilasiz, xizmat ko'rsatasiz baribir siz ham kimgadir. Menejer bo'lsangiz o'sha klientlarga, ishchilar bilan ishlaydigan menejer bo'lsangiz ishchilarga baribir xizmat ko'rsatasiz. Bir kun o'zingizga qaytadi baribir. Endi yomon taksistlar ham bor orada. To'g'ri, masalan, zakaz tanlaydi. Borib olib turib, qattiqligini ko'rib olib turib, keyin borgisi kelmaydi-da, uzoqqa ketib olib, "Atminit qiling, men bormayman" deb o'tiradigan taksistlar ham bor. Unaqalar bor. Endi bitta, ikkita shunaqalar bor deb turib, hamma taksistni yomon ko'rib, tirnoqning tagidan kir qidirib,
bir yaxshi muomala qilmaslik odamga noto'g'ri ishda. Hozir zakaz berganda ko'rsatardim. Uyga ketayotgandim. Zakaz qanaqa tushadi bizga, nima ko'rinadi, nima ko'rinmaydi, shuni bir ko'rsating dedim. Zakaz ham tushmadi. Damo yoqib qo'ydim. Shunaqa gaplar. Unchalik bo'lib ketmanglar. Xuddi sizlarga o'xshagan odammiz. Hech qanaqa kam joyimiz yo'q. Farzandlarimiz, ota-onamiz, qavmi qarindoshimiz, xola, amma, tog'a, xuddi sizlarga o'xshagan odammiz, uyimiz bor. Hech qanaqa sizlarda kam joyimiz yo'q. Taksi chaqiradiganlar, masalan, o'zimizni mashina haydagimiz kelmay, ko'chaga chiqib o'zimiz aylanamiz deb o'zimiz ham taksi chaqiramiz ba'zi paytlarda. Faqat shoxinglar yo'q demoqchiman. Bizdan ko'ra ortib ketgan joyinglar yo'q. Biz ham taksi chaqiramiz. O'zimiz taksist bo'lsak ham, masalan, mashinadan zerikkan paytimiz taksi chaqirib taksida yuramiz biz ham. Bu taksi chaqirdi degani o degan narsa emas. Sal o'zinglar ham bosib olinglar. Shunaqa gaplar. Boshqa nima deyish mumkin endi? Boshqa hech narsa deya olmaymiz. Biz ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana Prezident trassiyadan kelamiz. Prezident trassiyadan kelib, Farg'ona yo'li ko'chasiga qaytamiz. Eski uzilgan most hozir ulangan, o'sha ulangan mostga chiqib, pastga tushganda Baku ko'chasi bor. O'sha Baku ko'chasida turamiz biz ham. O oyda yoki Marsda yoki ko'chada yashamaymiz. Xuddi sizlarga o'xshagan uyimiz bor. Tavba qildim. Bizlarning ham asabimiz bor. Aslan asabiylar o'ynab, agar men shu asabim o'ynab turibdi, shuning uchun shunaqa qildim desanglar, bizlarda ham bor asab. Ertaga qattiq gapirib qo'ysa, jalba qilishni bilasizlar. Shunaqa gaplar-da. Mirobod Baykan degan narsa qurilyapti mana bizda. Mashinada yuradiganlarga yana bitta narsa, Pavrotnik yoqsa nima yo'l bermaydi. Nabarot, Pavrotnikka qarab bosasizlar gazni. Pavrotnik yoqdi degani, iltimos yo'l berib yubor, o'sha yoqqa kirib ketay degani, yoki yuring, mana shu yoqqa o'ngga ketishim kerak degani. Yoki chapga ketishim kerak, iltimos yo'l ber degani. Nimaga shu naborot qilasizlar, yo'l bermasdan, naborot gazni bosasizlar, shofyor akalar. Sizlar ham baribir qachonlardir bir o'ngga, chapga burilishinglar kerak-ku, yo uydan chiqishinglar bilan o'sha palasanglarda chiqasizlarmi? Kerakli palasada. Ey, akalarim, birodarlar, bo'pti, sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Takslar bo'layam sizlarga o'xshagan odam. Og'iringlarni yengil qilib olib qo'yapti. Pulga olib qo'yapti-yu, deysizlar. Pulinglar unchalik pishqirib gapiradigan darajadagi pul emas-da. 100 minglik zakaz qilmaysizlar-da, bir 5-6 kilometrga. 18 ming, 20 minglik zakazlar. Shuning uchun o'zinglardan ketib qolmanglar. Mana og'aynim telefon qildi mana. Meni ham do'stim bor mana. Ismi Nodir. Yurt faxriysi. Taekvondist. Meni ham og'aynim bor.
Hammaga o'xshagan odamman, to'g'rimi do'stim? Taksist degani Ana qo'shib qol. Sandaqasi bitta. taksist degani endi odam emas degani emas, do'stim, to'g'rimi? Taksist ham odammi, aytib qo'y. Sen o'zing yomon gapirmagansan. Sana boqqachasan, to'ppa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyin yana video qo'yamiz. Bugunga shu.